Malum Yaxşıma. yaxshimisiz? Amangul malum Yaxşı. yaxshimisiz? Ha. Amsa men gapni uduldaveray. Men o'zim doktorxonada ishlayman, sestra. Yo'ldoshim bir maktabda ishlaydi. Burundan meni shunchalik yaxshi ko'rdi. Meningdan ayrilib qolishdan shunchalik qo'rqdi. Mush 6 yil, 7 yilning oldida bir qatam bir aktiv energiyalik dars so'zlaydigan bir muallimning naq maydon darsiga berib, darsni anglagan bo'ldik. Uningdan keyin mushu yerda nurg'un ayollar kelibdi. Qaysi kishi o'ttirg'i chiqib, o'zining ayoliga men sizni yaxshi ko'rma deyalaydi degan vaqtida shunchalik odamning ichidan, yuz necha odamning ichidan yo'ldoshim o'ttirg'i chiqib, ayolim men sizni yaxshi ko'rma deb shunda degan, shunda ta'sirlangandim. Hozirgacha o'ylayman men shu vaqtdagi gapini. Endi lekin ma yaqinda yo'ldoshimning telefonda doim birisi bilan so'zlashadiganligini bayqab qoldim-chu. Shuning bilan mushtaq birisi bor-ka deb degandan keyin u yo'ldoshim boshda qat'iy e'tirof qilmadi. Men sezgan vaqtimda birla qatim so'zlashgan nimasi bor-ka, endi telefonga ismimni boshqacha qo'yibdi. Qaysi tarafning ismi nima? Qarshi tarafning ismini endi boshqacha alohidaroq qo'yibdi-chu. Shuning bilan mushtaq birisi bor-kan-ku, mushtaq birisi bilan so'zlashibsan-ku desam, u boshqalarning, boshqa og'aynamning bizning ikkimizning o'tirsiga suvoqchilik silish uchun qilgan ishi biz odatda og'aynlar mushtaq qattiqroq chaqchaq qilishimiz deb qat'iy e'tirof qilmadi. Ha, bo'ldi dedim. Uningdan keyin yana bir tuyuqsiz fursatda men burundan yo'ldoshimga ishonmachu, uning telefonini aqtamayman. Odatda men to'liqroq vaqtlarda kesh keladi uyga. Lekin telefon qilib so'ragan vaqtimda og'aynlarim bilan birga desa, ha, ma'qul bo'ldi. Diqqat qiling deyman, ortiq gap qilmayman. Lekin shu ishdan bir 15-20 kunlar o'tib, ko'nglimga bir xil gumon tushdimi, hamda atdiganda bir qarab boqaychu deb qarsam, yana shu numur, yana shunda ism holatda borka. Undan keyin men uning telefonidan rasm tortib oldim. To'nqoji ilosini hammani ko'rdim. Ko'rsam, osh 4-5 kunning ichida 20 necha qatim telefon so'zlash ketgan yeri borka. Shuning bilan ko'nglim shunchalik bearam bo'ldi mening. Anda o'ziga dedim, asli demay deb o'ylagan, lekin faqat nima qilmadim, chidamadim-chu. Davday buningga deb mushta qilsa desam, ondan rasman ashtaq qildim, lekin endi buningdiki unda qilmayman dedi. Ha, ma'qul deb ishondim men. Oldida e'tirof qilmagandim-u, onda men bir ishlar orqali asli o'zining so'zlashganligini his bilib qoldim, sezib oldim. Vaqtimmi shu o'z so'zlashibdi, mendan kechirim so'ragan bo'ldi, unda qilmaslikni dedi. Ha, bo'pti dedim, xali bir gap talashlardan keyin bo'pti, yaxshi o'taylik, ikki qizimiz bor-chu. Qizlarimizni yaxshi o'qib deb qildim. Ondan bir hafta o'tgandan keyin deganda yana men uning gapiga qat'iy ishondim. Endi bundan keyin telefon so'zlashmaydi, bo'ldi, aloqasini uzdi deb ishondim. Unda gumon qildigan qat'iy unda ish yo'q. Ondan bir deganda telefonimni to'kka chatay deb uning telefonini chiqarib o'tib, uning telefoni to'shibdiga. O'zimninkini chatay deb qilsam, degan Beijing vaqti 6da qarshi tarafdan yo'ldoshimga telefon kelgan yer bor ekan. Lekin maqatim nima ism yo'q. Men oldin qattim va'da bergan vaqtida men shanchu qibatdim, Ximingdan qibatdim, uningdagi men telefon kelmaydi, aloqalashmaymiz. Bo'ldi, men xato qilibdim. Meni kechirgin deb shunchalik jiq gaplan qilib, shuning bilan yarish qolgan. Ondan atdigan soat 6da telefon kelgandan keyin men yana gumonlandim. Bu men telefon kelmaydi, Ximingdan qiqyaptim degan, lekin yana nimish telefon keldi. Uning ustiga atdigan soat 6da kelibdi. Odatda biz cho'nglarg'imi, o'zimizning ota-onasig'imi unda atdiganlar telefon qilmaymizg'u. Unda bir masala bor dedim. Shuning bilan ondan men yetiyinga chiqib yo'ldoshimning telefonini tekshirsam, shu men ishinib bo'ldi qilgan kundan boshlab hafta o'tgan, shu bir hafta ichida yana qayta telefon so'zlashibdi. O'xshash telefon so'zlashibdi. Shuning bilan yana shunda ko'nglim yerim bo'ldi, o'ziga dedim. Sen men telefon so'zlashmayman degan, sen meni aldabsan. Deb qilgandan keyin boshda e'tirof qilmadi. Mening qo'limda isbot bor. Men tekshirib keldim deb qilgandan keyin ondan hemen qildim deb. Burunmaylik endi ayolchilik, turmush deganda ba'zida bir-birimizning ko'nglini og'ritib qo'yadigan ishlar bo'ldi-ku. Ashtaq burunmi ba'zida unda ishlar bo'lgan-ku. Meni nimanda bunda debli tursa, u bu deb boshda e'tirof qilmadi, keyin ondan
Hemen boldu qılay degan boldi. Lekin yani ko'nglimning bir yerlarida men uni qattiq to'g'ri tushunamadim. Nimishqa ashta qildi? Burundan shundoq yaxshi o'tadiq. O'zi meni kullaydi taxi. Laqa ishdan kech tush qolsammi? Hajab vaqtida tushamidan u bu deb. Voy bemorlarjıq ketdi, ishim tugimidi, barini o'tkazib o'tib, kagacha mushtaq bo'ldi desam, ba'zi Tətövlük qıçı düşənməydiğan aşnaq yerlər var idi. Əmdi onu meni baldır kəmidən dəb nim qığını dəb toğru düşünüb kəlgən mən könglimgə amay. Lekin ma işini men şunçilik yaxşı görüb durub meningdən ayrılqılışdan qo'rqadigan turuqluq yana nimish qashtoq qildi deb shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi. Yaxshi o'tayli desam ha dedim, lekin kallamdan faqat o'tmadi. 2 kundan keyin bir kun o'tibdi. Bir kun o'tgandan keyin ondan tuyuqsiz o'ylab qoldim. Bu o'zining xatoligiga men o'zimni ayıplab nima özüm cık oylab, özümni biyaram qilib, kayfiyatimni buzib qilsam, özümge kesel tapıdı ekanman. Uni qilgandan bo'pti. Qanday qilsin, buning bilan korim bo'lsin. Endi telefonimni tekshirmay. O'ziga menda qo'ydim, bo'ldi, telefonimni tekshirmayman, endi qanday qilsam qil dedim. Lekin yana ko'nglimning bir yerlarida bir xil gumonlar bor. Yana so'zlashyapam degandu, yana so'zlashyapam degandu deb. Telefonimni tekshirmayman dedim. Undan keyin Hakikaten tekshirib baxmadim telefonini. Lekin ko'nglimning yana bir yerlarda gumon bor. Nimishqa ashtaq qildi, nimishqa menga shundoq muomala qildi deb. O'ttirliqda men nurg'un darslarni angladim. Shuning qayliq ba'zida yo'ldashinglarning sizlarga yolg'on gap qilganini to'g'ri tushuninglar. Sizlarning ko'nglinglarni texim og'ritmaslik uchun yolg'on gap qildi. Bak zig'irlab turib olishning o'rni yo'q ayollar degan gaplarni anglagan bo'ldim. Lekin shu kallamdan o'tmaydigini nimishqa ashta qildi. Men yaqindan munosabatimizmi yaxshi. Burundan hamda ba'zida men erlarning ehtiyojini tushunmay, mening xizmatim aldirash, qiyirib charchash sababli uning ba'zi bir ehtiyojlarini qondira olmagan yerlarim bor. Lekin yana yaxshi o'tadiq. Hamda mush kallamdan o'tmaydigini menga men 2 qitim ishonsam, qat'iy gumon qilmadim, shuni bilan bo'ldi. Bo'ldi qilma degandikin bo'ldi qiladi. deb shunchalik ishonsam, yana o'zi xemingdan tiqayotgan odamni xemingdan chiqarib, yana o'zi telefon urib, yana so'zlashib yuribdi-ki, faqat kallamdan o'tmadi. Hozirgi hamda sal o'ylamaydiganroq yerga kelib qoldim, lekin yana ko'nglimning bir yerlarida bir xil gumon bor. Tuydimi savolingiz? To'xtang, ondan ma uyimizningki ahvolidimi hozir iqtisodiy sharoitimiz misal nima bo'lib qoldi, sal bir qazlarimiz bor bo'lib qoldi-ku, u qazlar mening nomimda, yo'ldoshimning nomiga qaz tushmaydi deb, u qazlar mening nomimda. Ondan qiynapam bor, qiynatam tuga ketgan, biz cho'nglar bilan birga turmiz. Haliq ishdan kelib men chaytaya qilishim kerak, uydagi ishlarni men qilishim kerak deb, men oldiga kirib, men to'liroq qilaman. Men shunchalik qilib tursam, yana shunchalik bir iqtisodiy bisimlarni men ko'tarib bağımı yo'qmi chidab mushtaq o'tivassam, nimishqa menga shundoq qiladi, nimishqa yana boshqalar bilan so'zlashidi deb kallamdan o'tmagini shu. U yo'ldoshim meni maqtamaydi. Menga biroq maqtamaydi. Ba'zida akilab so'rab boqaman, meni maqtamaysa desam, seni maqta qo'ysam, shillamga chiqsa, tixim oshsa deydi. Amsi boshqalarga maqtamsa desam, boshqalarga maqtayman, boshqa og'aynilarimga, do'stlarimga maqtab bermasini deydi. Lekin o'zi unda bir maqtab siningdan bek xo'sh bo'ldim, undaq u bu degandek gaplarni menga qilmaydi. Sizdan bir narsa so'rayan. Siz yo'lishingiz maqtamsiz. Maqtayman. Kunda maqtamsiz yoki masalan ma'lum bir ishni qilsa maqtamsiz? Yo'q, kunda maqtamayman, men uzunda bir maqtayman. Tuydim savolingiz? Tugidi. Araylar o'tirsidagi masala, mushu bizning dunyodagi eng qiziqarli bo'lgan, eng biz ehtiyojli bo'lgan shunday mushu ayollarni bak qiynaydigan bir masalaning o'zi shunaqa araylar o'tirsidagi munosabat. Chunki mening oilam bor, men buni to'g'ri tushunaman. Endi lekin erlar bilan ayollarniki ko'z qarashi o'xshamaydi. Erlarniki dunyo ko'z qarashi bilan ayollarning dunyo ko'z qarashida farq bor. Bu bir. Ikkinchidan-chi degan chog'da esangiz bo'lsin, yaxshi ko'rish degan qanday narsa, yaxshi ko'rish degan egallaydigan narsa emas-ku, esimiz bo'lsin. Bizda mana bir xato qarash bor. Yaxshi ko'rdim deymiz, qarshi taraf egallashni o'ylaymiz-ku.
qarshi taraf mening bo'lsa, bo'libmi ayollar qandaqsiga degan chog'da to'y qilgandan keyin anchongasi to'yalab ketadi ayollarniki. Bexatarlik tuyg'usi to'yalab ketadi. Nimishqa bexatarlik tuyg'usi to'yalab ketadi? Chunki biz ayollar to'y qilgandan keyin mushu mening oilam, mening yo'ldoshim, mening balam deb hamma narsamizni noiti iliqi ichimizga bor narsani tortib hammani chiqaritamiz. Chiqarayotgandan keyin o joyda sizning xoslig'ingiz qolmaydi. Uning ustiga ayollarning o'zi oldiga cho'qim bir maxfiyati bo'lishi kerak. Bizning erlar deydigan gapimiz bo'ldi, demaydigan gapimiz bo'ldi. Ayollarningki o'zininki bir maxfiyati, demaydigan bir tarafi bo'lgan chog'da erlar qiziqib turdi-chu. Onundan keyin to'xtab turar, mening ayolimning yana qandoq men demayotgan yerlari bordi deb men qiziqishning ichida sizga muomala qildi. Onundan keyin degancha abiyam deb bitdim, yaxshi ko'rishning o'zi egallashdan derak bermaydi, esingiz bo'lsin. Bu yaxshi ko'rdim degan gapning o'zi cho'qqim musha odamni men bir umr egallayman degan gap emas. Haqiqiy yaxshi ko'rishning o'zi shu odamningki qaysi xil holatda bo'lishiga biz yo'l qo'yamiz. Bo'libmi ayollar qaysi vaqtda erni ching tutishni, qaysi vaqtda quyutishni bilishimiz kerak. Chunki erlar erkin yurishni yaxshi ko'rdi. Erkin turishni. Masalan, oilaga kelsimi bir erkin bo'lgan bir muhitni bera olsangiz, ular sirtqa chiqsa shu erkin bo'lgan bir muhitning ichida tura olsa, undan keyin ular muhabbat his qildi. Lekin biz ayollarcha uy kirgandan keyin yo'lishimiz yo'l kiyimlarini sap bo'g'icha uning kiyimlarini boshqarib yuramiz. Undan keyin agar telefonni qarab qolgandan keyin bo'ldi, shu tomoq yeyotsak butun kallamiz yo'lishimizda telefon qarayotganmidi yoki biz tomoq yeyotgan bo'lsak har bir ish harakatida nima qilamiz, diqqat qilamiz. Uy kirganda telefon qaraydi ekansiz, oy paranglashsa xumamdi, gap qilishsa xumamdi deb. Endi gap qilishayli, paranglashayli desa, ma'qul deb paranglashimiz, lekin bizningki tiyimiz bilan erlarning tiyimiz o'xshamaydi. Nimishqa? Chunki bizningki dunyo ko'z qarashimiz bilan erlarning dunyo ko'z qarashi o'xshamaydi. Shuning men ayollar to'xtamay deyman. Cho'qqim ayollar o'sib yetilib turinglar bilan, sizlarning o'sib yetilishinglar qandaqdir kiyim-kechaklar emas, zibu-ziynat taqashlar emas, chiroyimizni bir chiroyli qilishlar emas, balki ayollarning ichki dunyosining o'sib yetilishi eng muhim o'rin turdi. Şu an siz abiyam dediniz yo'lishim meniki 7 yil burun men yaxshi ko'rma deganda deb. Qarang jinim qarindishim, men sizga qilay. Kölçekteki su aylanmasa sisip ketidi. Nimishqa? Chunki suv aylanmaydi. Shunam emasmi? Agar kölçekteki sudan siz daryoning suyiga almashtirsangiz, daryoning suyi almashib turdi. Dengizning suyi almashib turdi. Lekin dengizning suyi bilan daryoning suyi sisimaydi. Nimishqa? Chunki o'zgarib turdi. Bu degan energiya almashish degan narsa shu. Lekin sizning 7 yil burungi holatingiz bilan 7 yil keyingi hozirgi holatingiz o'xshamdi, siz bilim deyolmaysiz. Chunki ayollar qanday holatda? Biz ayollar o'zgarmaymiz, esingiz bo'lsin. Ayollar o'zgarishni yaxshi ko'rmaymiz, lekin erlar o'zgarishni yaxshi ko'rdi. Shunga erlar mushu sirtdagi chiroyli narsalarga diqqat berib turadi odatda. Shu chiroyli qizlarni ko'rsa qaraydi, yoki bo'lmasa qarash orqali shu vaqtdagi his tuyg'usini his qildi, xolos tugaydi. Lekin biz nima qilamiz? Buni rost deb o'ylab qilib, yo'lishimiz chiroyli qizlar qarshisida kirishib olamiz va yoki bo'lmasa bizni maqtamay qolsa achchig'imiz keldi. Abiya men sizdan so'radim, yo'lchi meni maqtamaydi degantingiz, siz yo'lchingizni maqtamsiz dedim. Erlarning hammasi e'tirof qilishga ehtiyoji bor. Mush ayollar meniki jubojanni anglatsizlar va yoki bizning programmani anglayotgan do'stlar demakchi o'g'lim nima? Sizning yo'lchingiz sizningki e'tirof qilishingizga ehtiyojli. Hargiz sirtkilarning emas. Mush e'tirof qilishni oldi bilan biz berimiz qarindishim esingiz bo'lsin. Biz berimiz yo'lchimizga-chu. Mayli u shu ishni yaxshi qilsin. Bo'lib misolan mushu ayollar yo'lishimiz sirtdan sayga kirsa, yoki bo'lmasa mushu go'sht bir narsalarni akirsa nurg'un ayollar qaqshaydi. Voy, sayning yaxshi yerini ololmabsiz. Voy, go'shtning yaxshi yerini ololmabsiz. Yoki bir ish qilsa, "Ey, men ishni mundaqaroq qilsangiz bo'lmamdi, andaqaroq qilsangiz bo'lmamdi" deb. Chunki o'zimizning ko'z qarashining ichiga akirib olib, o'zimizning to'g'ri degan yeri akavomig'icha to'xtamaymiz-chu yo'lishimizni. Amaliyotda yo'lishingiz sizning e'tirof qilishingiz qandaqdir cho'ng-cho'ng ishlarni qilish orqali e'tirof qilishga erishish emas. Kichik ishlardimi biz yo'lishimiz maqtashni bilishimiz kerak. Mayli u go'shtni qandoq yerini akirgan bo'lsin, "Voy, bek yaxshi yerini akiribsiz. Men naq mushundaq yega ehtiyojim bor"di. Yoki biror sayni akirgan bo'lsa, "Voy, bugun men bundaroq tomoq etay degandim, naq mushtaqni akiribsiz. Keyin qitim, jinim, buni o'rniga bundaroq narsa akirsangiz meningcha tig'im yaxshi bo'larmikin" deb o'ylayman. Voy, siz bek narsalarni ola olaysizmi, bek qila olaysizmi? Amaliyotda sizning yo'lishingiz qilsin yoki qilmasin. Masalan, sizni maqtamayotgan yo'lishingiz shunaqa. Siz uning bevosita "Sen meni maqtamaysan" deganning o'rniga gap degan chiroyli bo'lish kerak. Bizning bir gapimiz bor-ku, bug'doyning bo'lmasimi, bug'doy so'zing yo'qmi deb. Bu to'g'ri gapchi bu. Shu qarshi tarafga bevosita "Sen meni maqtamamsan" deganning o'rniga, "Jinim, meni maqtasang shunda xo'sh ketmay qarang.
Men shunda biz sizni bir maqtab qo'ysa deb shunda o'ylayman. Desangiz bo'lmamdi. Şunun bilan birga siz amaliyotda o'zingizning ehtiyoji meni maqtash bo'lgan bo'lsa, siz dal o'zingiz ehtiyojli narsani qarshi tarafga bering esangiz bo'lsin. Yana siz maqtash ehtiyoji bo'lgansiz, yo'lchingiz maqtang. Har bir ish harakatlarini maqtang. Qilgan ishi yaxshi bo'lmasa, yaxshi deb turing. Qo'ldan ish kelmasa, voy sizning qo'lingizdan ish keldi, voy qila olasiz, voy men ishni shunday yaxshi qilibsiz. Voy mening yo'lchim degan shunchalik aqlli, mening yo'lchim degan pek yaxshi. Siz to'xtamay kunda maqtab yiqqan yo'lchingiz qanday bo'ldi ekan? Qılmaydigan əkişmi quldan iş kildigan kütüdü dostlar. Lekin biz ərlərni etiraf qılmaymiz. Bizga nisbətən çoxum ölçəmlik buluş kerak. Məsələn biz ya özümüzdəki dadımızı sıçdırmız, yolçumuzni, yoki bo'lmasa bularımızı sıçdırmız, çoğ dadlarımızı sıçdırmız. Sıçdırılıb dəl aşı yerimizi şu ərlərlə oxşaş bolsa kerak deb o'ylaymiz. Lekin esangiz bo'lsin, dadınız degan dadınız, yolçunuz. Sizning cəmiyyətinizdə ərlər bilan sizning yolçunuzga o'xshamaydigan ikki muhit cho'ng bo'lgan. Shunam emasmi? Şuna ikki o'xshamaydigan muhitdagi odamni kelib, ichimiz qalbimizdagi shu dadimizga va yoki cho'ng dadlarimizga o'xshasak bo'lmaydi. Şuna bu oiladan iborat bu yerda ayol kishining roli intayin cho'ng. Şuna siz hozir razvedchik o'qitibsiz, razvedchik. Telefon aqtirganchu. Ayollarning ishi shu, gumonlansa erlarning telefon aqtiramiz. Gumonlansaqlam erlarning telefon aqtiramiz. Nimishqa erlarning telefon aqtiramiz? Chunki o'zingizga bo'lgan ishonchingiz to'lab ketdi. Siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirgan vaqtingizda yo'lchingiz mayli sirtda boshqalar qaramdi, boshqalardan tomoq yemdi, o'y sizga nisbatan baribir. Nimishqa? Chunki siz yo'lchingizning ko'nglida birinchi o'rin turganligini siz bilasiz. Nimishqa? Chunki siz o'zingizga ishonasiz. Ma'nosi pek muhim. Ayollarning o'ziga ishonishi pek muhim. Lekin biz o'zimizga ishonmaymiz do'stlar. Chunki ayollar mushu turmush tutish jarayonida bolasi bo'ldi, oilasi bo'ldi, mushu jarayon borgan sir ayollarning o'ziga bo'lgan ishonchi to'lab ketadi. Nimishqa? Chunki bizning chiroy shaklimiz o'zgaradi. Beden quruluşumuz özgüreydi. Onunki dünya göz qarşımız biz muqim ala turamiz, özgürüşni qalmaymiz ayollar. Erlar özgürüp turib to'xtamay. Lekin biz yiliq ko'lchakdagi suvga o'xshash, qattiq suvni aylantirishni qalmaymiz. Shunga siz ko'lchakdagi suvga o'xshash muqim ala turib olsangiz, sizning yo'lishingiz albatta sizni yaxshi ko'rmaydi. Chunki biz aylanishimiz kerak, bizning energiyamiz aylanishi kerak. Shunga ayollar to'xtamay o'sib ketilishi kerak degan narsani men to'xtamay so'zlayman. Şuna siz yolcunuzun telefonunu aqtırışını menimce to'xtating. Onu biz aqtırmaymiz. Aqtırışdan to'xtab, em qanday qilamiz? Bütün niyetingizni o'zingiz qarting. Mening zodi qanday alayligim bor. Mening zodi qanday kamchiligim bor. Men o'zimni bir tushunib baqay. Oldi bilan biz o'zimizni tushunsak, uningdagi qarshi tarafni tushunamiz. Shuna emasmi? Siz hozir o'zingizni tushunmasdan turib, yo'lchingizning ehtiyojini, uning qanday alayligini, uning qanday kamchiligini qanday tushunsiz? Shuna mishadagi erlar demak cho'g'im nima? Ben sizle ayollar demek çoğunum nima degan chog'da ayollar suyimli qarindoshlarım. Siz ertin kechgacha eringizning telefoniga uning nada qildi razvedchik bo'lmay, oldi bilan siz o'zgaring. Oldi bilan siz o'zingizni tushuning. O'zingizni tushunib yetgan vaqtingizda qarshi tarafni tushunadigan bo'lasiz. Shunga sizda ehtiyoj paydo bo'lgan vaqtda dal siz bu ehtiyojni qarshi tarafdan izlashning o'rniga siz desangiz bo'ldi o ehtiyojingizni. Mesela siz özünüz depsizgü, ben sizin telefonu aktırdım, palanca vakke, pişkünçü vakke. Siz bivası telefonunu aktırdım, o bu degenden, bivas yakısanız bulduğu. Ben seni şundan yaxşı görmem, sen ondan ayrılıp kılışın fakat xalamaydıkken ben yolcuyum. Şuna sen ondaki telefonlarını izlep kıttı ben. Nemişqa çünkü ben yaxşı görüp, ben seni yaxşı görmem. Seni ayrılıp kılıştan korku dikken ben, bivas desiniz buldum, bulan bulmamdı. Elbette buldu, şuna bu. Çünkü yes duygumuzun elbette bivas ifadesi karşı taraf bizim haqiqiy his tuyg'umuzni tushundi. O chog'da chunki ayol kishi degan ojiz bo'lib biz degan hissiyotchankin biz ayollar. Erlar unda emas. Erlar degan shishan joyda masalaqi. Ular mushu real turmushdagi narsalar yuzlangan. Biz xiyoliy tuyg'uning ichida yashaymiz. Bir his tuyg'uning ichida yashaymiz. Mush o'tkatgan turmushdagi har xil his tuyg'ularni hozir holatimiz akilib silishtiramiz. Xudo hozir siz degandek 7 yil burun manda bo'lgandi. Hozir mening erim o'xshamaydi deb. Chunki hozir sizmi o'xshamaysiz. 7 yıl burunqi siz bilan 7 yıl keyingi siz o'xshamaysiz. Shunga ayol kishi deganning to'xtamay o'zini o'sib yetiltirish kerak. O'zini o'zgartib turish kerak. Xuddi chechimizni kestirganga o'xshash, xuddi tashqi qiyofatimiz o'zgartganga o'xshash, ichki dunyomizni o'zgartib turishimiz kerak. Yana birgacha o'zimizga bo'lgan ishonchimizni cho'qim qaytarib kelishimiz kerak. Chunki har bir ayol kishiningki o'zini qaytarib, ishonchini qaytarib keladigan usul o'xshamaydi. Shunga o'zingizga mos kelgan holatdagi o'zingizni ishonchingizni qaytarib kelgan usul orqali o'zingizning mushu hozirgi holatini qabul qiling. Yana birgacha o'zingizning ishonchisini tepkilang.
Siz o'zingizga ishonchingizni tepib kelgan vaqtingizda siz qarshi tarafdan ansirmaysiz. Abim dedim-ku, yo'lga chiqib u boshqa birisi qaramdi, telefonni boshqa birisi ko'rishamdi. Uning nisbatan siz uning nisbatan hech qanday bir ko'z qarashingiz yoki u bu bir bearam bo'lgan ishlar bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki siz bu dunyoda birdan bir. Hem siz yo'lishingizningki eng yaxshi ko'radigan ayoli. Hem shundayla yo'lishingiz emas, sirtqa chiqsangiz boshqa erlarni yaxshi ko'rib qolgan bir ayol. Şoňa ayol kishi degan erlar yaxshi ko'rgan ayol kishi emas, ayollarni yaxshi ko'ra oladigan bir ayol kishiga o'zgarishimiz kerak. Şoňa oxirida bir narsani dey, ayollar 3 ga bo'lindi. Men ma'nosini sizga deb beray. Ayollar 3 ga bo'lindi. Birinchisi, ayollar o birnisiga kirdigan ayollar. Faqat jinsiy jihatdan farqlanadigan ayollar. Biz buni o'sha birinchi darajalik ayollar deymiz. İkinci dereceli ayollar, vafodar ayollar, yo'lchiga kuyundigan, balasiga kuyundigan, har vaqt tamoq etadigan, oilaniki xizmatidan, sirtning xizmatidan o'zidan chiqadigan ayollar. Üçüncü turdagi ayollarni biz nushan deymiz, ayol iloh deymiz. Nima ayol iloh deymiz? Chunki ayol ilohning o'zi bo'lgan ishonch yuqori. Birinchidan. İkinciden mayli ichki dunyosi bo'lsin, mayli sirtqi dunyosi bo'lsin, har qanday yey bo'lsa, o'zini boshqalarni o'zi qartalaydigan bir kuchi bor. Üçüncüden degan chog'da bu ayol o'ylaydi, men nega borsam shu yerdagi kishilar baxtli. Men borgan yerdagi hamma odam baxtli. Chunki mening yinim kelgan hamma odam baxtni his qila oladi. Shunga 3 xil ayolga bo'lamiz. Gap endi siz birinchi turkum kiramsiz, ikkinchi turkum kiramsiz, uchinchi turkum kiramsiz, buni o'zingiz tanlaysiz. Shunga diqqatimizni o'zimizga beraylik. Bulanda yo'lchingizga bermang. Buningdan diqqatni o'zingiz qarting. O'zingizni tushuning. Chunki siz o'zingizni tashlab etsangiz, ertaga sizning bolalaringiz sizni tashlab etadi. O'ziga ishonmagan onaning tarbiyalab chiqqan bolalari ertaga shu o'ziga ishonmaydigan bir bolalar bo'ldi. Shunga ayol kishining energiyasi bir oilada bek muhim. Shunga bir ayol kishi 3 avlodga ta'sir ko'rsata oladi deymiz. Nimishqa? Chunki o'zining oilasiga ta'sir ko'rsatadi, o'zining ota-onasining, o'zining jamiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Undan keyin bolalarining kelgan avlodiga ta'sir ko'rsata oladi. Şuna bir ayol kishi 3 avlodga ta'sir ko'rsatishga sabab dal o'zini to'xtamay mukammalashtirib o'rganishidan, ichki dunyosi va tashqi dunyosini o'zgartishidan kelgan. Tushundingizmi demoqchi o'g'limni? Tushundim. Rasmolim men burun haqiqatan tekshirmaydim. Mushu tekshirishim endi yana o'zangi bahoni topmadim men. Başta nim qilgan vaqtida og'aynam qipti dedi, shundan keyin men ishondim. Ikkinchi qitim ko'rgan vaqtimda uda 2 kun atigan mening tushim shundoq yomon tush ko'ribdi menchu. Shuning bilan o'zim bir xil to'xtama gapingiz bo'lutay. Chunki ayol kishida ishonmaslikdan iborat bir narsa chiqsa, biz dedim, ayol kishi degan xiyoli tuyg'uni ichida yashaydi, xuanshanning ichida. Men gapimni anglang. Biz doim bir gumonlanish boshlagandan tortibchu qarshi tarafdan butkul ish harakatida gumonlanamiz. Tamoq yesam gumonlanamiz, telefon qarab qo'ysam gumonlanamiz, telefonni ko'tarib o'birni akirkasam gumonlanamiz. Hatto kechroq kelqasam gumonlanamiz. Nimishqa? Chunki gumonlanishdan iborat bu narsa sizda allaqachon paydo bo'ldi. Chunki bu gumonning energiyasi sizda paydo bo'lgandan tortib, siz qarshi tarafga ta'sir ko'rsatasiz. Uningdagi ayollarcha degan chog'da ayollar o'ziga bo'lgan ishonchi tuvalagandan boshlab qanday qildi degan chog'da qarshi tarafdan ansiraydigan bo'lib qoldim. Meni tashlab qanday qilaman? Sirtdan birsini tip qilaman. Meni yaxshi ko'ratdim deb yaxshi ko'rmay qas qanday qilaman? Bir kunlar kelib meni yo'ldashim tashlab qanday qilaman? To'xtamay shunday bir o'y fikrning ichida yashaymiz. Shunga shu o'y fikrning ichida yashag'achqa koinotning qonuniyati va siz nimani o'ylasangiz shu narsani tortib kelsiz. Shunday bo'lganligi uchun sizdagi shu o'y fikr dal shundoq bir natijani borliq keldi. Tushundingizmi? Lekin biz ayollar e'tirof qilmaymiz. Men bunday narsa o'ylamadim. Men yo'lchim ishonaman. Lekin qaysi vaqtda siz bu xil energiyani taqat qilganingiz o'zingiz bilmaysiz. Shunga siz hozir dedingiz, esangiz bo'lsin, siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni qaytarib ekanmisiz? Yo'lchingiz bo'ptama birni yo'lga solasiz. Uni hal qilib bir narsa qilib yuribman. Lekin yana necha o'tgandan keyin ikkinchisi yana paydo bo'ldi. İkincisi yo'lga solasiz. Üçüncüsü yana paydo bo'ldi. To'rtinchisi bo'ldi, beshinchisi bo'ldi, oltinchisi bo'ldi. Bu ish tugmaydi. Shunga tishida yuz bergan barliq ishlarning hammasi sirtkilarla munosabat yo'q, amaliyot o'zimizla munosabatlik. Shunga men nemishqa sizga o'zingiz bo'lgan ishonchingiz qaytarib keling deyman. Chunki sizning ishonchingiz, o'zingiz bo'lgan ishonchingiz qaytib kelgan vaqtda, undan keyin sizning yo'lishingiz o'zgaradi. Undan keyin yo'lishingiz to'xtab turar. Mening ayolim intayin qaltis ayol.
Mening ayolimda muhabbat bor. Uyga kirsam men muhabbat his qila olmayman, rohatlik his qila olmayman deb o'ylaydi. Chunki biz ayollar kontrol qilishni yaxshi ko'ramiz. To'y qilgandan mush er meningki. Shunga mush erim atin mush har vaqt mening yonimda turish kerak. Telefonimda mening telefonim saqlanishi kerak. Hamma narsa mening deb biz kontrol qilishni yaxshi ko'ramiz. Shunga biz kontrol qilishdan iborat bir narsa ichiga kirib qolamiz. To'xtovsiz holatda qarshi tarafni kontrol qilishni o'ylaymiz. Shunga kechliga sirtqi chiqsa o'zimizcha ansirab telefon qilamiz. Baldur kelmamsiz deb. Ameliyatda bizning ansirishimiz o ansirash emas. Yo'lishim men tashitammi deb qo'rqish u ameliyatda. Biz lekin muhabbat deymiz, uni muhabbat emas so'ysangiz bo'lsin. Ansirash u, butunlay ansirash. Shunga haqiqiy ishongan vaqtingizda qarshi taraf kech qolsa-mu, qaysi xil holatda bo'lsa, uyga kirsa bir muhabbatni, uningdan keyin bir o'zininki haqiqiy mush uyga kelgan vaqtidagi mushu ya'ni e'tirof qilishni va shunala uyga kelgan vaqtidagi haqiqiy bir rohatlikni his qila oladi. Lekin biz ayollar nurg'un vaqtlarda erlarga rohatlik beramaymiz. Qarindoshlarim, erlar rohatlik beramaymiz biz. Nemishqa uyga kirish kontrol qilish bor. Telefon kelsa so'zlaymiz. Telefon qarish so'zlaymiz. O'birni telefon akirga so'zlaymiz. Uni yambirim qimizdiq so'zlaymiz. Shuningla bu so'zlash jarayonida uningdan qarshi tarafga biz bisim berib qo'yamiz. Endi so'zlash kerak. Ayollarning alohida so'zlash. Lekin siz o'zingizniki nimadan so'zlayapsiz, nimadan qanday narsalarni deyishga loyiq, qaysi gaplarni deyishga loyiq emas degan narsani bayqashimiz kerak. Yana birgacha degan joyda qarshi tarafga biz bir erkin bo'lgan, bir muhabbat bo'lgan shunday bir muhitni berishimiz kerak esangiz bo'lsin. Shunga eringiz qaytib kirsa, shu uyda bir erkinlikni his qila olsa, siz o erni teshik chiqyat bo'ldi, voy og'aylaringdan ko'rishib kelar, voy uyda o'tiraveramsa, desangiz chiqmaydigan bo'lib ketadi u er. Nemishqa? Çünkü o öyle onun nispeten rahatlık var, onun nispeten muhabbet var, onun nispeten illik boğan bir dünya var onunla. Şuna biz erlerine haqiqiy şu ailede bir erkin boğan, rahat boğan bir tuygunu bererlesek ayollar. Bu erler sırtı çık etmeydi. O cad eranlar sırtı çık et dep qo'lsalam çık etmeydi. Şuna tam sistemek çoğunum ne? Tushundim. Şunanga diqqatingizni qarshi tarafga emas, o'zingizga qarating. Şuna bugundan başlap dedim ki siz o eringizdeki o telefonlarni yo'q qilsangiz yana paydo oldi u. Yana bir mezgil keyin ikkinchi bir qizon yana topib keldi. Yana bir uni yo'q qilsangiz uchinchi qizon yana keldi, to'rtinchi qizon yana keldi. Yana davomli keldi. Nimishqa? Chunki bu sabab o'zingizda. Shunga abiyam sizga dedim, eng oxir demoqchi o'g'lim. Ko'l bo'lib qolmaydi, ko'lchakdagi suv sizib ketadi. Chunki o'zgarmaydi. Uning suvi almashmaydi. Siz ketgan suvning qishida hech kim turishni yaxshi ko'rmaydi, siz ketgan suvni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Chunki puroq bor. Shunaqa. Lekin daryo bilan dengizning suvi har vaqt aylanib turdi. Uning qishiga kelsangiz puroq chiqmaydi. Nimishqa dengiz bilan ko'lchak o'xshamaydi. Chunki dengizning suvi almashidi. Uningda hammani sig'dira oladigan qalb bor. Lekin ko'lchakningki qalbi intayin kichik. Her kuni ansirashdan ichida yuradi. Suyum qachon qurib ketar deydi. Lekin dengiz ansirmaydi. Tushundingizmi demoqchi o'g'limdan? Shunga buningdan diqqat o'zingizga bering. Yo'lishingizga emas, masala o'zingizda. O'zingizni o'zgarting. Ma'qul, rahmat. Men bek passiv, undaq qiliq bir ishni kayniga tortadigan, o'zgarmay turib olay deydigan tipdan emas. Rost gapni desam, men to'xtamay aktiv energiyalik narsalarni anglasam, o'zimni o'zgarsam, bolalarimga bo'lgan tarbiyani shunchalik yaxshi qilsam, xizmatimni yaxshi qilsam, hamma tarafdan yaxshi bo'lsam deb izchil o'ylaydiganim shu. Men ashtaqdi, lekin rost siz degandek qaytgan zaman mening kallamga gumon kirib qoldi. Lekin amaliyotda men gumon qilmagan. Uqmadim shu yilqi qachon gumon paydo bo'lganini o'zingizmi bilmaysiz deb hali shundoq so'zladingizmi? Odam o'zini o'zi ko'rib bilmaydi. Odam o'zining kamchiligini o'zi payqayolmaydi. Siz siz men passiv emas, men deya aktiv, men oilada yaxshi bo'lsam, xizmatni yaxshi qilsam deyman deb. Oldi bilan men bir yaxshi o'zim bo'laydim. Siz yaxshi o'zingiz bo'lgan chaqda xizmatda yaxshi bo'la olasiz, oilada yaxshi bo'la olasiz. Siz o'zingiz bilan o'zingizga yaxshi bo'lolmagan vaqtingizda xizmatda yaxshi qila olmaysiz, oilada yaxshi bo'la olmaysiz. Shunga oldi bilan zo'xatsizji. Biz oldi bilan o'zimiz bo'lamiz. Tushundingizmi? O'zimiz bo'lamiz. O'zimiz bo'lib bo'lgandan keyin uningdan qolgan ishlar joyiga tushadi. Shunga men aktiv bo'ldim, passiv bo'ldim deb, bu aktiv passivning ichi muhim emas o'ysangiz bo'lsin. Men abiyam sizga bir mush narsani deb berib bo'ldim. Bugungi programmani qaytardim. Mening gapimni siz tushganga qaytaringlar. Tushundingizmi? Ma'qul.
Ma'qul amsa? O'zingiz aytversangiz bo'ladi, ha? Rahmat. Mən axırda məşə dostlar neyim deməkçi degan vaqtda. Halım Yaxşımı? yaxshimisiz? Amangül halım Yaxşı. yaxshimisiz? Ha. Amsa men gapni uduldaveray. Men o'zim doktorxonada ishlayman, sestra. Yo'ldoshim bir maktabda ishlaydi.